yurmang ko'chada. Umuman uyga kelmang. Sizga oila kerak emas. Ko'cha xandon, uy zindonisiz. Men o'ynab yuribman, sen quruq qolib ketyapsan. Mazza qilib o'ynab yuribman, sen quruq qolib ketyapsan. Menga osonmi? Uy ishlarini qilsam, qizingizga qarasam, sizni kutib olsam, kirlarni yuvsam. Stop. Mana mashina. Bugundan boshlab sen bilan dogovor qilib olamiz. Sen meni o'rnimga chiqib, tirikchilik qilib, peshona teri qilib oilani boqasan, men seni o'rningda chiroyli o'zimga qarab, qizimga qarab, mazza qilib dam olib, oilani tinchitib o'tiraman. Mana xotinjon mashina. Ishlasam, ishlab qo'yaveraman. Синий трактор едет к нам, у него в прицепе... Yashin singil kelib oldik. Endi mabodo taksi kerak bo'lsa, o'zingizga aloqaga chiqaraylikmi? Kechasi ham ishda bo'lasizmi? Endi kechqurun sal izg'iydigan film bor-da. O muji, men faqat shomgacha ishlayman xolos. Alo? Allo? Nima qilyapsan? O'ynayapman. Kelib, balani emizni ket qonni chiqadi. Hozir borib nafaqat balani. Taksilar bor, taksilar. Taksilar bor. Aka, taksi kerak emasmi? Alo. Alo. Nima qilyapsan? O'ynayapman. O'ynayapsanmi? Bitta iltimosim bordi. Kelishingda bir dona zakaz nosib bilan bitta rossiyskiy flash ol. Nimaga men sizga bunaqa narsalarni olaman? Iye, sen telefon qilib so'ragan narsangni любой payt olib kelganmanmi? Zakaz nosib bilan flash olib kel. Alo? Alo. Nima qilyapsan? O'ynayapman. Qalay bo'larkan? Ining qilyapti. Alo? Allo. Ho. Odam yomon charchadi. Nima ovqat qildingiz? Nima ovqat qildingiz? Hamma ovqat qilishni bilmayman-ku. Har doimgidek o'zimiz yeydigan medichilishini ro'parasidagi Cow Fooddan 4 ta megadogidan olib kelasiz, oshqozonga toshib yuboramiz eri xotin. Ha, xo'p. O akalar, yursalang yuringlar. Kech bo'lyapti, biz ham gaz quyaylik. Bo'lmadi. Hamma o'zini oilasida o'zini o'rnida turarsin ekan.